Bu bola Namangandan menga keldi. Shikoyati albatta shamollashga yo'talgan edi, lekin meni e'tiborimni tortgan narsa uning jag'iga taqilgan briket edi. Shunda men qiziqib so'radim. Bolangiz yoshligida so'zga emganmi? Ha, bu bola yoshligida 4 yoshgacha so'zga emgan. Va so'zga emganda bolani yuqori jag'i rivojlanmay qolgan. Ya'ni yuqori jag'idagi old jag'idagi deformatsiya oldiga qarab tutib chiqqan va yuqori jag'i o'smay qolgan. O'zi so'skani qancha vaqt berish kerak? Buni ko'p onalar yaxshi bilmaydi. So'skani bolani tishi chiqadigan davrgacha berish kerak. Bolani tishi chiqdimi, so'skani olib tashlang. Agar so'skani tishi chiqqandan keyin ham bola emsa, mana shu bolani holatiga tushishi mumkin. Chunki so'ska emgandan so'ng bolani tishi deformatsiyaga uchrab, yuqori jag' o'smay qoladi va noto'g'ri o'sadi. Va bola albatta bu keyinchalik bolani nutqiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, men aytmoqchi edimki, so'ska 8 oygacha beriladi. Bolani tishi chiqqandan keyin so'skani albatta olib tashlash kerak. Aks holda sizning bolangizda ham 12-14 yoshga borganda quyidagi holatlarni kuzatish mumkin bo'ladi.